Yer yuzining yangi xaritasini keltirgan Vladimir o'z asarida uni Amerika deb nomlashni taklif bergan edi. 1519-yil 20-sentyabrda portugaliyalik dengizchi Fernando Magellan boshchiligidagi ekspeditsiya Ispaniya qirolining buyrug'i ostida Amerika qit'asining Olovli yer orolidagi bo'g'ozni aylanib o'tib, keyinchalik Magellan bo'g'ozi deb nomlangan bu yer. Hozir ham shunday. Magellan okeanga chiqib, 3 oy davomida ob-havo qulay kelib, biron marta ham bo'ron bo'lmabdi va uni Tinch okeani deb nomladi. Afsuski, u tinch emas edi. 1521-yil 6-mart kuni Marianaga, so'ng Filippin orollariga yetib keldi. Shu yerda mahalliy aholi bilan bo'lgan jangda halok bo'ladi. Ekspeditsiyaning qolgan a'zolari ziravorlarni yuklab olgan kemalarda suzishni davom ettirib, 1522-yil 6-sentyabr kuni Ispaniyaga yetib keladi. Magellanning 253 dengizchidan faqat 18 kishi qolgan edi. Ammo yer dumaloq ekanligi amalda isbotlandi. Lekin yana uzoq vaqt Magellan sayohatini qaytarishga hech kim jur'at qila olmadi. Tinch okean orqali Osiyo qirg'oqlariga ochilgan yo'l amaliy ahamiyatga ega bo'lmadi. Ayni paytda Amerikani o'zlashtirish davom etdi. 1500-1501-yillarda Ispan ekspeditsiyachilari Janubiy Amerika qirg'oqlari, Meksika ko'rfazi va Karib dengizi havzasining mayda orollarini egallab oldilar. Xo'sh, davom ettiramiz. 1510-yildan boshlab Amerikaning ichki hududlarini o'zlashtirishga kirishildi. Dastlab qo'rg'onlar qurish boshlandi. Xo'sh, bir daqiqa. 17 o'rtalarida davom etgan bu jarayon konkista, ya'ni bosib olish deb nomlanadi. 17-asrning o'rtasigacha davom etdi bu. Demak, konkista siyosati. 1519-yil Amerika qit'asida Yevropaliklar qurgan birinchi shahar Panamaga asos solindi. Dastlab konkistadorlar oldingi davrda yig'ilgan qimmatbaho metallarni qo'lga kiritish bilan shug'ullangan bo'lsa, 16-asrning 40-yillaridan boshlab boy ruda konlarini muntazam ekspluatatsiya qilish boshlandi. Peru, Boliviya, Chili hududida topilgan oltin va kumush konlari, Perudagi mis konlari 16-asr o'rtalariga kelib dunyoda qazib olinadigan qimmatbaho metalning yarmini bera boshladi. Xo'sh, mamlakat musulmonga sharoitida hindu qabilalarining yo'qolib ketishi ro'y berdi. Afsuski. Xo'sh, Yevropalik va hindularning nikohidan tug'ilsa metis bo'ladi. 17-asr o'rtalaridan boshlab Yevropalik va qora tanlilar nikohidan tug'ilgan farzandlar mulatlar deyilgan. Bu yerda yo'q, demak aytishimiz mumkin. Yevropalik va qora tanli bilan hindular qo'shilsa sambo deyiladi. Bu yerda yo'q. Xo'sh. Demak, davom etamiz. Tinch okean havzasidagi geografik kashfiyotlar 16-asrning ikkinchi yarmi, 17-asr boshlarida Ispan dengizchilari Tinch okean havzasida Solomon orollari, Janubiy Polineziya va Melaneziyani kashf etishdi. 1605-yilda Luis Torres janubda yangi qit'ani kashf etdi. Demak, bu Avstraliya edi. Torres deyarli bir paytda 1606-yil gollandiyalik Willem Janson ekspeditsiyasi birinchi bo'lib Avstraliya qirg'oqlarini suzib keldi. 1642-yilda Abel Tasman Avstraliyaning janubidan o'tib, uning alohida qit'a ekanligini isbotlaydi va Yangi Zelandiyani kashf etadi. Tasman bo'g'ozi ham bor, Tasman dengizi bor va Tasmaniya oroli ham bor. Shunday qilib 15-17-asrlarda geografik kashfiyotlar dunyo taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Asosiy savdo yo'llari O'rta dengizdan Atlantikaga ko'chdi. Bu savdoning xarakterini tubdan o'zgartirdi. Yangi yerlarning ochilishi va mustamlakaga aylantirilishi muhim jihatidan biri narx-navo inqilobi bo'lib, Yevropada dastlabki kapitalning jamg'arilishiga katta turtki bo'ldi. Kapitalistik xo'jalikning shakllanishi tezlashdi va industrial sivilizatsiyaga asos yaratildi. Xo'sh, karavallalar 15-17-asrlarda tarqalgan kema, ekspeditsiya maxsus belgilangan maqsad bilan uyushtirilgan sayohat, industrial sivilizatsiya, sanoat va fan texnikaning taraqqiyotiga asoslangan jamiyat. Demak, bugungi mavzular shundan iborat edi.